Salom, Turkiya. Haligi bugungi ob-havo haqida men ma'lumot berishim kerak ekan. Bilamanmi yo'q, bilmayman. Lekin endi shu ekranga qaraysiz deyishdi. Haligi qani ko'raychi, ammo aniq ko'rinmayapti. Aqlimdan o'rgilay. Boshlaymiz. Istanbuldan boshlayman, chunki Istanbulda yashayman. Shu kunlarda havolar chindan ham ancha sovuq qoldi. Paltosi yo'q ekan deb o'ylamanglar, mashinada qoldirdim. Bizni haydovchimiz bor. Burada ham havo ancha sovuq, chunki meni kelinim Ankarada yashaydi. Ora-sirada o'g'limni ham so'rab qo'ng'iroq qilib turadi. Mittigina o'g'lim Xadijanim bor. Mayli, kengayim bizda juda ham sovuq, derazadan qor ko'rdim dedi. Zo'ngirdakda ham juda ham sovuq. Shuning uchun u yerdagilar iltimos sizlardan uyda o'tiringlar, ko'chaga chiqmanglar. Sovuq kunlar o'tgunicha uyingizda o'tiringlar. Bo'ptimi? Sizni foydangiz uchun aytyapman. Xo'p, rejissor menga mana bunday qilyapti. Uydan chiqsangiz tamomsiz demoqchi shekilli. Buyrug'ini e'tibordan chetda qoldirmanglar.